Salom aziz o'quvchilar. Ushbu darsimizda biz linklar, bookmarklar va ankor kabi tushunchalar haqida gaplashamiz. Bunda siz bookmark yaratish uchun obyektning ID attributidan foydalanish, veb-saytga URL yordamida link yaratish, tasvirlarga link yaratish, bundan tashqari elektron xat yuborish uchun link yaratishni o'rganasiz. Link bu boshqa sahifa, elektron pochta linki yoki kompyuterdagi faylga eltuvchi tasvir, ikonka, matn yoki element bo'lishi mumkin. Linkda foydalanuvchiga kerakli veb sahifaning URL manzili, matn, tasvir yoki ikonka shaklida ko'rsatiladi. Ular bosilganda kerakli sahifa avtomatik ochiladi. Barcha linklar manba va manzilga ega bo'ladi. Siz yaratgan hujjat yoki taqdimot link manbalari bo'lib, ular shu hujjatning boshqa qismini yoki internetdagi biror manzilni ochib beradi. Shuningdek, ular internetdagi veb hujjatda joylashib, boshqa hujjatlarga yo'naltirishi mumkin. Misol uchun, siz har safar Google saytidan biror narsa qidirganingizda, Google sizga natijalarni ko'rsatadi va mana shu natijalarga link joylashtiradi. Ya'ni, agarda siz mana shu natija bo'yicha veb-saytga kirmoqchi bo'lsangiz, mana shu ko'k rangda ajratib ko'rsatilgan matnlardan biriga bosasiz. Ularni bosganingizda, mana shu teglar, ya'ni anchor teglari sizni o'sha veb-saytga yuboradi. Bundan tashqari, masalan aytaylik, mana bu rasmlar. Ushbu rasmlarni bosganingizda Google sizni boshqa sahifaga yuboradi. Ya'ni mana shu rasm joylashgan veb-saytga. Shu tarzda linklar sizni istalgan joyga, ya'ni istalgan URL manzilga yo'naltirishi mumkin. Bundan tashqari, veb-saytlarda bookmarklar mavjud. Bookmark joriy veb sahifaning muayyan qismiga tezkor eltuvchi link turi. Bu ayniqsa sizga kerakli veb sahifada juda uzun bo'lib, ekranga to'liq sig'maganda asqotadi. Bookmarkni veb sahifaga yoki boshqa faylga bog'lasa ham bo'ladi. Bookmarklar qanday ishlashini mana shu misoldan ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, quyidagi HTML kod natijasi ekranning o'ng tarafida chiqarilgan va tepadagi ikkita p tegichiga anchor teglari orasiga bookmarklar joylashtirilgan. Qachonki mana shu bookmarklardan biri bosilsa, o'sha qismga boradi. Ya'ni, mana bu bookmark bosilganda u Ctor ID'siga ega bo'lgan sarlavhaga yo'naltiriladi va ko'rib turganingizdek, mana chap tarafda Ctor ID'siga ega bo'lgan element, ya'ni sarlavha mana shu qismda va bosganimizda o'sha qismga kelib tushyapti. Yoki bo'lmasam 10-chapterga o'tish uchun mana bu yerda 10-chapter, ya'ni C10 ID'siga ega bo'lgan sarlavha bor. Qachonki bosganimizda u bizni mana shu qismga o'tkazadi. Ankor sahifa HTML kodi ichidagi tag. U foydalanuvchiga sahifadagi butun matnni o'qib chiqmasdan turib muayyan grafik yoki link ko'rish, sahifaning kerakli qismini ochish imkonini beradi. Obyekt attributiga ega bo'lsa, sahifada yangi ankor yaratish shart emas. Chunki bookmarkda bevosita shu obyektga bog'lash mumkin. Keling mana shu ankor tagini biz HTML faylida yozib ko'ramiz. Buning uchun VS Code dasturini ishga tushiramiz yoki shunga o'xshash matn muharriridan foydalanamiz. Yangi papka ochamiz va mana shu papka ichida HTML fayl yaratamiz va HTMLning boilerplate'ini yozib olamiz. Buni qo'lda yozish ham mumkin yoki bo'lmasam VS Code kabi matn muharrirlarida undov belgisini qo'yish bilan ham yozish mumkin. Agar siz VS Code'dan foydalanmayotgan bo'lsangiz, buni siz o'zingiz mustaqil qo'lda yozib chiqishingiz kerak. Ya'ni siz qanaqa turdagi fayl yaratayotganingiz, keyin esa HTML tagi, undan keyin esa head tagi va body taglarini yozib chiqishingiz kerak. Yodda tuting, HTML, head va body taglarini ochish va yopish taglari bilan yozish kerak. Bu yerda sarlavha yaratamiz va uning ostidan bo'lsa anchor tagini yozishimiz mumkin. Anchor tagini yozish uchun burchakli qavs ochiladi, uning ichiga esa a yoziladi. Undan keyin esa href, ya'ni biz link qo'ymoqchi bo'lgan qismimiz yoziladi. Qo'sh tirnoq orasiga ana o'sha link yoziladi. So'ngra esa burchakli qavs yopiladi va uning orasiga istalgan matn yoki rasm va boshqa elementlar joylashishi mumkin. Yozgan kodimizni brauzerda ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerga bosing, ko'rinishida link hosil bo'ldi. Agar siz o'zingiz yaratgan boshqa sahifaga yo'naltirmoqchi bo'lsangiz, aytaylik sizda second deb nomlangan fayl mavjud. Xo'sh, mana shu href ichiga siz o'sha fayl, ya'ni nisbiy fayl manzilini yozishingiz kerak. Mana bu second HTML fayli index HTML fayli bilan bir papkada joylashgani uchun siz shunchaki o'sha fayl nomini yozib ketishingiz mumkin. Xuddi shu narsani second HTML fayl ichida qilishingiz mumkin. Va mana shu kodimizni ishlatib ko'ramiz. Bu yerga bosing, ankor tagini bosganimizda u bizni second HTML fayliga yo'naltiradi.
second page faylida buni bossak, u bizni index.html fayliga yuboradi. Bu nisbiy faylga yo'naltirish usuli edi. Agar siz foydalanuvchini biror bir veb-saytga yo'naltirmoqchi bo'lsangiz, siz u yerga o'sha manzilini kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz Wikipediyada anchor text deb nomlangan maqolaga foydalanuvchini yo'naltirmoqchisiz. Buning uchun ana o'sha manzilni, ya'ni HTTPS bilan boshlanadigan manzilni ko'chirib olib joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda o'sha siz yo'naltirmoqchi bo'lgan ma'lumot yoki o'shanga doir so'zni yozib qo'yasiz, ya'ni va mana shuni biz brauzerda ochib ko'radigan bo'lsak, mana anchor text Wikipedia. Brauzer bizni mana shu bosganimizda o'sha sahifaga yo'naltiradi. Agarda siz o'sha veb-saytning aynan biror qismiga o'tmoqchi bo'lsangiz, unda siz o'sha elementni yoki o'sha qismning ID'sini bilishingiz kerak. O'sha elementlarning ID'sini ko'rish uchun siz Chrome brauzerida Ctrl+Shift+J tugmalar kombinatsiyasini bosasiz. U yerdan Elements bo'limiga o'tasiz. Undan keyin o'zingizga kerak biror qismni olasiz. Aytaylik, mana terminology qismiga o'tkazmoqchisiz. Mana bu tugma bosilib olib borilsa, ko'rib turganingizdek, mana shu elementning ID'si, ya'ni ko'rindi. Ya'ni terminology. Mana ID terminology. Shu ID'ni ko'chirib olasiz. Va mana bu yerda panjara belgisi qo'yilib, ketidan o'sha ID yoziladi. Va mana bu yerga o'sha bo'limni yozib qo'yishingiz mumkin. Terminology. Va mana shu kodni ishlashini ko'ramiz. Mana anchor text terminology bosganimizda u mana shu sahifaning aynan mana shu ID bilan boshlanadigan qismini ko'rsatdi. Ya'ni mana bu ID siz yozilganini farqini ko'rmoqchi bo'lsak, birinchi link bizga butun sahifani, ya'ni boshidan ko'rsatadi. Ikkinchi linkimiz esa o'sha web sahifadagi terminology IDs bilan boshlanadigan qismdan boshlab ko'rsatadi. Ya'ni bizning birinchisi bu link edi, ikkinchisi esa bookmark, ya'ni aynan web sahifaning bir qismiga eltadigan anchor tagi edi. Matn o'rniga biz mana shu yerda rasmdan ham foydalansak bo'ladi. Masalan, aytaylik, Wikipediyada pingvinlar haqida yozilgan maqolani o'qimoqchi bo'lsangiz, ya'ni ma'lumot. Mana shu pingvinlardan birini rasmini saqlab olamiz, aynan o'sha HTML fayllarimiz yozilgan papkaga. O'sha rasmdan biz mana bu qismdan foydalanamiz. Avval biz mana shu web sahifaning manzilini, URL manzilini ko'chirib olamiz va anchor tag yozamiz. Sarlavhasiga esa yozishimiz mumkin, ya'ni pingvinlar haqida ma'lumot. Va mana shu yerga manzilni joylashtirasiz. Anchor taglar orasiga esa image tagidan foydalanib rasm joylashtirasiz. Va mana shu yozgan kodimizning natijasini ko'ramiz. Qachonki mana shu rasmga bosganimizda bu bizni biz belgilagan URL manziliga yo'naltiradi. Agar ushbu rasmning ID'si mavjud bo'lsa, biz veb-saytning kodini ko'ramiz. Agar ilojisi bo'lsa, biz o'sha ID'sidan foydalangan holda bookmark yaratishimiz mumkin. Va ilojisi bo'lsa, biz belgilangan IDga bookmark yaratishimiz mumkin. Buning uchun Ctrl+Shift+J tugmalar kombinatsiyasi yordamida elementlarning ID'sini ko'rib olamiz. Mana bu Systematics and Evolutions so'zi ID'si mana bu yerda yozilgan va o'sha ID'ni ko'chirib olamiz. Ya'ni ID atributiga yozilgan. Va mana shu joyga panjara belgisi qo'yilib, ketidan o'sha ID yoziladi. Va kodimizni agar tekshirib ko'rsak, ya'ni bosganimizda bu bizni va kodimizni tekshirib ko'rsak, u bizni mana shu artikelning mana bu qismiga yo'naltiradi. Bundan tashqari, elektron xat yuborish uchun link yaratish imkoniyati mavjud. Veb-saytlarda biz bilan aloqa bo'limi mavjud, ya'ni ko'p veb-saytlarda aloqaga chiqish uchun shu qismi joriy etilgan. U yerda pochta manzili, telefon va faks raqamlaridan tashqari elektron pochta manzili linki ham bo'ladi. Ushbu link odatiy HTML kodiga elektron pochta manzili va mail to atributi qo'shish orqali yaratiladi. Ya'ni siz anchor tagini yaratganingizda href atributi qiymatiga mail to 2 nuqta o'sha manzilni yozishingiz kerak bo'ladi. Ushbu kodimiz natijasini ko'rsak, qachonki mana bu tugma bosilganda, veb-sayt sizning kompyuteringizga o'rnatilgan default pochta ilovasini ishga tushiradi va siz o'sha yerdan belgilangan manzilga pochta yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi bir nechta amaliy topshiriqlar bajarib ko'rasiz. Anchor web sahifaning foydalanuvchilar uchun ahamiyatsiz bo'limlarni qoldirib ketish va muayyan joyni bevosita ochish imkoniyatini yaratadi. Anchor yaratish uchun 2 bosqichni inobatga oling. Sahifada kerakli joyni nomlash, ushbu joyga link yaratish.
Bookings nomli bo'limni bevosita ochish uchun quyidagi amalni bajaring. Sarlavha yoniga nomlangan A, ya'ni anchor taglarini joylang. Endi sahifadagi anchor taglariga link yarating. Web sahifaning qoldirib ketiladigan joylari uchun HTML taglari quyidagicha joylashtiring. Bookings web sahifada o'qimay o'tib ketiladigan joy. How to book your tickets esa bookmarkda ko'rinadigan matnni ifodalaydi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz yordamida siz veb-saytingizga bookmark va linklar joylashtirishni o'rgandingiz. Bu ko'nikmalaringizni rivojlantirish uchun o'rgangan tushunchalaringizni mustaqil amalda sinab, tajriba qilib ko'ring. Keyingi darslarimizda absolyut va nisbiy fayl manzillari haqida o'rganamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha